O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'iziston davlat chegaralarining tutash nuqtasi to'g'risidagi tarixiy shartnoma imzolandi. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 31 mart kuni Xo'jand shahrida Tojikiston Prezidenti Emomali Rahmon va Qirg'iziston Prezidenti Sadir Japarov bilan 3 tomonlama uchrashuvda ishtirok etdi. Uchrashuv avvalida davlat rahbarlari bir-birlarini muborak Ramazon hayiti hamda bahor uyg'onishi va yangilanish ayyomi Navro'z bilan qutladilar, birodar xalqlarimizga tinchlik, farovonlik va ravnaq tiladilar. Prezidentimiz Tojikiston va Qirg'iziston tomonlarini barcha masalalar uzil-kesil hal etilgani hamda davlat chegarasini delimitatsiya qilish to'g'risidagi shartnoma imzolangani bilan samimiy tabrikladi. Ushbu hujjat, shuningdek, 3 mamlakat davlat chegaralarining tutash nuqtasi to'g'risida imzolanayotgan shartnoma barqarorlik va izchil taraqqiyotni ta'minlashga, butun mintaqaning xalqaro nufuzini oshirishga xizmat qilishi ta'kidlandi. Tantanali ravishda ochilgan do'stlik stelasi esa qardosh mamlakatlar o'rtasida mustahkamlanib borayotgan yaxshi qo'shnichilik, ishonch va strategik sheriklik munosabatlarining yangi ramziga aylanishi qayd etildi. Muzokaralarda siljish bo'lmayotgani Trampni g'azablantirmoqda. Tramp Putinga ikkilamchi bojlar, Zelenskiyga esa katta muammolar bilan tahdid qildi. U Ukrainada o't ochishni to'xtatishga rozi bo'lishi uchun Rossiya uchun muhlat belgilashini aytgan. AQSh prezidenti Donald Tramp yakshanba kuni Ukraina prezidenti Volodimir Zelenskiy yerosti boyliklari bo'yicha muhim kelishuvdan voz kechmoqchi bo'layotgani, Rossiya prezidenti Vladimir Putin esa Zelenskiyning legitimligi haqidagi bayonotlari bilan uni g'azablantirayotganini aytdi. Tramp ikkala tomonni ham muammolar bilan qo'rqitib, Moskva va Kiyevni muzokaralar stoliga o'tirishga undadi. U nodir metallar bo'yicha kelishuvdan chiqishga harakat qilmoqda va agar u shunday yo'l tutadigan bo'lsa, unda muammolar, juda katta muammolar paydo bo'ladi, dedi Tramp o'z samolyoti bortida jurnalistlarga. O'zbekistonda masjidda portlash sodir bo'ldi, 6 kishi jabrlangan. O'zbekistonning sharqiy qismida joylashgan Andijon viloyatidagi masjidlardan birida gaz-havo aralashmasining portlashi yuz berdi. Bu haqda viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi matbuot xizmati xabar berdi. Joriy yilning 31 mart kuni soat 12:19 da Andijon viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga Izboskan tumanida joylashgan Ahmad Ali Hoji masjidida gaz-havo aralashmasining chaqnashi yuz bergani haqida xabar kelib tushdi, deyiladi Telegram kanalda e'lon qilingan xabarda. Hodisa joyiga viloyat ichki ishlar boshqarmasi rahbariyati va mas'ul shaxslar yetib kelishdi. Vaziyat to'liq nazoratga olindi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, 6 kishi jarohatlangan. Netanyahu xavfsizlik rasmiylari bilan Turkiya bo'yicha yig'ilish o'tkazdi. Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahu isroillik xavfsizlik rasmiylari bilan yig'ilish o'tkazib, Turkiyaning Suriyadagi ishtirokini muhokama qilishi aytilmoqda. Turkiyaning Suriyadagi ishtiroki muhokama qilinadi. Isroil bosh vazirlik idorasi Binyamin Netanyahuning mamlakat xavfsizlik rasmiylari bilan Turkiya mavzusida yig'ilish o'tkazishini e'lon qildi. Yig'ilishda Turkiyaning Suriyadagi ishtiroki muhokama qilinishi kutilmoqda. O'tgan haftadagi yig'ilishga o'xshash bo'lishi aytilgan uchrashuvda mudofaa idoralari rahbarlari ishtirok etadi. Netanyahu Suriya bilan Turkiya o'rtasidagi yaqinlashuvni xavotir bilan kuzatmoqda. Netanyahu o'tgan hafta rasmiylar bilan Suriyaga oid xavfsizlik yig'ilishi o'tkazgan bo'lib, unda Turkiyaning ortib borayotgan ta'siri muhokama qilingan edi. Isroil matbuoti Netanyahuning Suriyadagi yangi boshqaruv va Turkiya o'rtasidagi yaqinlashuvni xavotir bilan kuzatayotgani haqida xabar bergan. Suriyadagi hukumat iqtisodiy, harbiy va siyosiy yordam olish evaziga Humus viloyatiga qarashli Tedmur, Palmira tumanidagi harbiy bazani Turkiya armiyasiga topshirish bo'yicha Anqara bilan ilg'or darajadagi muzokaralar olib borayotgani taxmin qilinmoqda. Humusning sharqida ko'rinishi mumkin bo'lgan Turkiya harbiy ishtiroki Isroilni jiddiy tashvishga solayotgani qayd etilgan. Bugungi yangiliklarimiz shular edi. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosing va fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Oldinda sizni yanada qiziqarli va muhim yangiliklar kutmoqda.